Assalomu alaykum barchangizga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Lucky Block o'ynayman. Qani boshladik. Bu yerda quiz play fast day quickly bor ekan, normal day va hardcore. Men normal dayga kiraman. Va bu yerda qanaqadir orol, daraxt va bo'ldimi? Bu yerda suv o'rniga muz, shunaqalar. Bizga har bir kunda bittadan Lucky Block beradi shekilli. Qani biz survival qilishni boshladik. Hozir birinchi va mana bu yerdan tepasi generator uchun yo'l qaziymiz. Birinchi mollardan maydalab olamiz. Va piyasta yasaymiz, buni qo'yamiz. Va bu yerdan kirka yasaymiz. Mana bu yerdan teshik ochamiz. Xo'sh, endi mana bunday va xuddi shunday noto'g'ri qilib bu yerga suv. Ana Voy, noto'g'ri qilib qo'ydim. Mayli. Endi Lucky Block'ni olib qolaman. Ungacha mana bu yerdagi toshlarni ko'ramiz. Biz bu zonada 100 kun yashab qolishimiz kerak. Va aytgancha bir gap. Agar sizga shu mod zona kerak bo'lsa, mening Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanal esa ekraningizning ustida. Hoppa. Bu yerdeki taşlarını sindiramiz. Mavi de düştü. Bitta xolos. O ikkita. Hozircha urug' bor. Biz endi o'zimizga toshli asboblar yasashimiz kerak. Va bularni mana bunday qilib qo'yib, bu narsalarga olib, yapota yasab va endi ishga kirishdik. Yerlarni kattalashtirib
va mana bu yerlarni kattalashtiramiz. Mana buni sindirib, qo'y paydo bo'libdi. Meni qo'yjonlarim. Endi mana bu cho'g'ni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Qo'yib, endi bularga ham birorta joy tayyorlashim kerak. Bizning territoriyamiz ham katta bo'ldi. Endi mana bundan birorta urish kerak. Sho'x ketmasin-da. Daraxtdan bitta ham daraxt chiqmasa, ko'chatdi yani. Hozir sufala puf qilib men daraxt va mana menda daraxt paydo bo'ldi. Buni esa ekamiz. Mana bu chuqurni ham to'g'irlash kerak. Qo'ch og'ziga qilasan. Buni mana bunday qilamiz. Bo'ldi. Bu obsidian turaversin. Mana bu ham bo'lyapti. Hozir men videoni o'chiraman. Ket tushgandan keyin yana videoni yoqaman. Va mana kech ham tushyapti. Men bu qo'ylarni o'zimizga bitta yotoq yasaymiz deganimda daraxt yetishmayapti. Voy. Birdan bir umidimiz shu daraxtning o'sishi. Buni esa bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bu daraxt o'sishi uchun men kuzatib turaman.
daraxtdan foyda yo'q shekilli. Yo'q, endi men nima qilaman? Mana bu ha, bu ham bittalik ekan. Shu yerda bittalik ham yo'qmikan? Wow, bizning daraxt ham o'sibdi. Ketdik, buni chopamiz, tezroq chopish kerak. Bizga daraxt kerak va yotoq kerak. Mana va mana. Endi o'qlaymiz. Menda qanaqadir orol va Lucky blok paydo bo'ldi. Birinchi bo'lib Lucky blokni sindiramiz va bundan olmoslar menda endi zo'r narsa bor. Bu nimani ham qo'yamiz. Mana chiroyliligini qaranglar. Mana bizga yangi joy ochildi. Bu yerga Ender Pearl'imiz bilan boramiz. Ishqilib yiqilmasak bo'ldi-da. Qani 1 2 3. Qani. Voy, o'tib ketdi. Boshqa ikkinchi urinish. Yo'q. Nima qilyapsan? Yo'q. To'xtanglar, bunun ismi Clipper Klaver. Clipper o'ldiruvchi, tozalovchi. Wow, bu yerda bor ekan. Men bu nimani sindira olmayman. Yo'q, bekor ketibman. Endi o'zimni joyimga sekingina. Yana o'tib ketdi. Mana. Sindiramiz astagina. Men sizlarga maqsadimni aytmoqman. Mening maqsadim Endga borish va dragonni o'ldirish. Bu yaxshi maqsadlardan biri. Yo'q, blok qo'yib mana buni sindirib. Tovuq. Şöyle. Uçmakta imkaniyet verem öğrenişim için. Bu ikincisi de buradan değildi bunisi. Yani hükümetleri öğrendi. Hayır senci. Böyle bakar. Yok. Bir kere samş bitti. Ay. Çok da bir desin bak. Mana bu ko'chatlarni olamiz, ekamiz va ekamiz. Oy. Endi bitta tosh kovlashim kerak.
menga shuncha nima yetadi. Mana bu teshiklarni yopib qo'yishim kerak. Aytgancha bu videoga obuna bo'lish va like bosishni unutmang. Hech bo'lmasa shu video 100 ta like yig'ar. Xo'sh. Endi mana bularni, shu daraxtlarni maydalaymiz. Albatta va keyin shu daraxtlarni yana maydalaymiz. Va biz territoriyamizni katta qilamiz. Qani, let's go. Ko'rasizlar. Barcha qo'lim qiyshiq, mayli. Ye. Mana bunday qilamiz va bu yerni ham yopamiz. Qo'lim qiyshiqligi shu. Orolda qanaqadir sir bo'lish kerak. Yoki yo'qmikan? Mayli. Bu daraxt ham o'sibdi. Sekingina chopamiz. O'zimizning shedevr nimamiz bilan. Mana bunda ketdi daraxt. Oho. To'rtta sapling va mana bu yer va mana bu yerga qo'yamiz. Ham botaydi qolibdi. Va biz buni parkur bilan tugatamiz. To'xtang, ikkinchi dubl, uchinchi dubl. Va mana ko'rdinglarmi? Men dahshat parkuristman. Qaranglar, 3gacha sanagunimizgacha kun botadi. 1 2 3 mana kun ham botdi. Va biz yana uxlab yuboramiz. Yo'q, qatib qoldi. Bizda 3-kun ham keldi va yana Lucky Block va bizning orolimiz ochildi. Birinchi bo'lib har doimgidek Lucky Blockni ochib ko'ramiz. Va nima tusharkan? Va. Yo'q, yana o'sha narsalar. Lekin totem ham bor. Totem. Voy, buni oltinlarni qaranglar. Juda ko'p narsalar. Va biz yana bitta Islandimizni ochamiz.
yarmi yo'qolib qoldimi? Qani yana yo'q. Portal qilamiz. Portal. O'tib ketdim. İkinci dubl. Bu qanday bo'ldi hozir? Üçüncü dubl. Bo'la qolin. Hop. Oxirgisi. Yok hiç neyse. Bu nimayam yarmi yo'q. Xo'sh, do'stlar, bugungi videoni men tugatishga majburman. Menda ham vaqt chegaralangan. Qani hammaga xayr. Videoga like bosish va obuna bo'lishni unutmang. Bu birinchi qism edi. Qolgan qismlar ham chiqadi.